hech tinim bermaydi. A'zolar bir kuni talab qiladi Allohdan. Dam bermadi mana u bizga deydi. Davlatdan dam olgin bugun desa, yo loy changallab davol suvadi, yo ipadronda chopib yurdi, yo birovni to'yda xizmat qildi. Bir tog'i toshga bormadi. Bir baliq tutib o'tirib bahri dillarini bizga ham bir dam bermadi bir. Nuqul shu dunyoni hirsi egallab oldi. Bu ham insonni bir o'zini baxtini qiynagan alomat. Bu narsalar eris tuylar ba'zilarga. Nima kerak naqani deyishi mumkin, lekin inson o'zini o'zi qiynab bir vaqt maqsadiga yetgan bo'ladi-yu, lekin o'zini joniga o'zi zulm qilib qo'ygan bo'ladi. Assalomu alaykum. Xayrullo Fishing YouTube kanali obunachilari, baliq ov ishqibozlari. Bugun mana Qoradaryoga keldik, baliq ovga tushdik. Xudo xolasa bugun yaxshi natijalar qilamiz degan umiddamiz. Asiltoy akamiz menga hamrohim, meni sherigim Asiltoy. Tanishlar hammalaring anchadan beri birga ov qilamiz. Qarmoqlar tashlab qo'ydik suvga. Xudo xolasa yaxshi natijalar qilib ketamiz degan umiddamiz do'stlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Biz xudo xolasa baliq ovini ham boshladik. Endi onda sonda. Hozir karantin bilasizlar, baliq ko'payish mavsumi. Buni bilamiz. Lekin bir yaxshi video qilib qo'yaylik deb umid bilan chiqdik bugun. Xudo xolasa yaxshi natija bilan ketamiz degan umiddamiz. Marhamat do'stlar. Ko'rib, maza qilib, tomosha qilib dam olinglar. Bu videoni Rossiyada yurgan obunachilarimizga, O'zbekistonda yurgan obunachilarimizga maxsus tayyorlaymiz. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Tomosha qilasiz do'stlar. Hammaga omad. Salsa tervatib qo'ydi. Menimcha mayda baliq kelib, chuvalchangni pokiza urdi. Urib ketdi. Mashqarmon tervat qo'yyapti-da. Qarmoq tervat qo'yyapti. Bu nerede balıkları görüleyim. Mashqarmoqqa keldi, tervat beratyapti. O'shalarga yuradigan vaqtdan bo'lib qoldi.
Baylar oldin yaxshi laqab bergan. Yaxshigina laqab bergan baylar. Anchadan beri kelmaganmiz. Hozir qana ko'p qoldikin bilmadim. Do'stlar, yemini bir ko'rib qo'yaman. Yemini urib ketdi-yu. Bismillah. Chuvalchangga tegmabdi lekin. Chuvalchang yaxshi, nimasi? Holati yaxshi. Xo'p turursa ham hali yemini mayda baliq yeb ketdi deb o'ylaysiz-da. Mashallah qotib turuvchi o'tiribqa. Mashina mayda baliq uryapti-da. Ilinib ham qopti. Voy, mashina metrodan chiqib ketdi. Bayda shoxlar bor ekan. Ha, mayda baliq o'sibdi. Bayda bir narsalar tomirlari ham bor ekan. Ehtiyot bo'lish kerak ekan qirg'ada. Stoykani sal ko'tarib qo'yamiz. Buni chuvalchangni bitta qo'ymabdi. Hammasini yeb kesibdi. Laqa unaqa qilib maydalab o'tirmaydi. Laqa kelganda yo ko'rdimi, his qildimi, uraydi. Bittada urib qoladi. Bittada oladi. Laqa uni maydalab o'tirmaydi, mayda chaynab. Qarasa yurak turibdimi? Bittada qo'ya qoladi. Men bu YouTube kanali bo'lmasdan oldin faqat ish amalim laqov bilan shug'ullanganman. Boshqa baliqqa vaqtga qiziqishim bo'lmagan. Faqat laqov olganman, laqov olaganman. Yaxshilarini olganman. Keyin kanal ochgandan keyin faqat bitta baliq bilan emas, boshqa baliq ham olib turish kerak-ku. Undan keyin boshqa ilon boshga, sazanga, amurga, karasga harakat qildim. Lekin bundan 5 yil oldin, 6 yil oldin faqat laqov olardim. YouTube kanal ochgandan keyin ana undan keyin boshqa baliqqa ham harakat qilishni boshladim. Mana shu bo'yi ketyapmiz. Lekin mana bugun o'zimizni hunarimizmi, nima deydi? Hobbimiz laqovga. Mana bugun laqovga tushdik. Lekin laqani normalisini olgan insonman. Yaxshigina laqov olaganmiz shu daryolarda. Chekada bir nimalar tomiri bor ekan, o'shanga o'tirib qotdim. Bildirib qo'ymaylik endi. Yana montaj qilishim bor-da buni.
Ancha vaqt oladi. Qo'l ushlaydi montaj. Asl tosh sherigim ham bu yoqqa yuryapti, bu yoqqa yuryapti, ish qilib maza qilyapti. Nima bo'ldi? Qayga yo'l olding endi? Qayga? Endi qayga yo'l olding? Turbanimi? Turbanimi? Ayla sayazu. Mana managa tasha uni qara. Masqarim oldi uchun qimirlatib qo'yapti. Asa suving yo'qmi? Bormi? Ko'pmi? Ha? Suvim esman chiqib qoldi lekin. Suv olmay kelibman-da. Ey muhtaram zot, suvingdan menga sot. Büyük şaman. Suyundan ber. Beresami? Su beresam? Az. Onu uryapman onu. Mashina yomon tortdi-da. Yegib yubordi-da mashina. Endi yuryapti baliq.
Hozir mana shu monokrokotil qarmog'imga xamir solib qo'ydim. O'zim tayyorlagandim. Hozir ko'ramiz endi. Asalli bo'ylar bilan amurga qilingan bitta bo'ylar bor ekan. O'shani olib keldim. Ribalk magazindan. O'shani solib ko'rdim. Mana hozir siltib qo'yapti. Hozir ko'ramiz qanaqa natija bo'lar ekan. Hozir men mana undan foydalanyapman mana. Shu idishdan ichida hozir mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta joyi bor. Shu yerda mana bunaqa narsa bor. Kimdir ko'rgan, kimdir ko'rmagan bu narsani shunga ko'rsatib o'tib ketyapman. Maqtanishga kirib qolmasin, reklama qilishga kirib qolmasin, просто ko'rsatib qo'yapman xolos. Mana bunaqa narsa bor. Ichida hozir mana ikkita, uchta, to'rtta, hozir 6 ta kupchagi bor ekan. O'rtasiga xamirni solib otilar ekan. Mana bu yerda ilgagi bor, ilib qo'yadigan. Shundan foydalanyapman hozir. Xamir solib bitta kurchukka chuvalcham, bittasiga bo'ylar qilib, qolganiga xamir mijib qo'yib tashab qo'ydim. Hozir natijasini ko'ramiz endi xolasa. Bo'ylari mana bunisi amurga deyildi. Amurga ekan buni asallik. Har xil bo'ylar bor bayda. 2 xil, 3 xil bo'ylar bor. Yo'q, 4-5 xil ekan. Shulardan foydalanyapman hozir daryoga. Xullas shu narsani olgandim. Hozir shuni sinab ko'ryapmiz hozir. Natija bo'lib qolsa, xudo xolasa sizlar ham olasizlar. Inshaalloh. Shu havo aynib qolyapti kech kirganda. Qora bulut bo'lib. Alloh aytgani bo'ladi. O'zi bunga Kaliforniya kerakdi, qurti yaxshi bo'ladi, qizil qurt. Uni topgan hozir vaqt bo'lmayapti. Men hadovoy chuvalchang o'zi aslida. Umuman baliq olmayapti-yu. Hayron o'tiribmiz. Uzi kech kiryapti. Haligacha jimjit.
Boshqarmadi. Siltib qo'yyapti-yu. Ovormayapti-da. Tervatyapti lekin. Mashina urib qo'ydi, Sasangar ekanim. Endi narigini bir yemini ko'rib qo'yaman, chuvalchangni yeb ketdi-yu. Siltib qo'yyapti. Shu mengilnish o'rniga baliq qilisang bo'lmaydimi? Yaxshi qo'yib yubordi. Ishqilib sherigim ketdi deb qo'ymasa bo'ldi. Chuvalchang yaxshi turibdi. Dabakka qo'yib qo'ydik yana. Ya bismillah. Shunday katta daryoda baliq bo'lmasa-ya. Nima deyishga ham hayronsan. Ko'rilari zo'r. Mana uni ham bir ko'rib ko'ring. Yemdir mashigam urib ketyapti, asal deydi. Mana to'xtatib tashlayman endi. Mana shu yerdan olaveradi agar baliq bo'lsa yeyib oladi. Siltoy. Nima bo'lyapti bugun? Seni ham boshing vangmi? Havo aynib qolyapti-na. Bulut bo'lib ketdi, bulut, qora bulut bo'lib. Mana do'stlar, bugun qo'ldan kelgancha harakat qildik. Ko'lda ham, daryoda ham, laqaga ham, sazanga ham, amurga ham tashab ko'rdik, programmani ko'rdik. Bugun baliq yaxshi emas. Yaxshi yurmaydi. Havo ham aynib qoldi, bulut bo'lib. Bugun yomg'ir bor shekilli. Do'stlar, bugungi baliq o'tkazgan qo'rqib ketdim. Nasıl vang o'tib shekilga o'xshab qo'ng'iz ekan. Bugungi baliq o'tkazayotgan vaqtimiz ham nihoyasiga yetdi. Endi o'tkazgan umrlarga, vaqtlarga, megabaytlarga rozi bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Kimgadir qiziqdir, kimgadir qiziq emas.
negativlarga Alloh o'zi insof bersin. Do'stlar, bo'lmasa keyingi baliqovda ko'rishgunimizcha xayr salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Xayrullo Fishing bo'ldim. Yana ko'rishamiz inshaalloh. Endi qaytmasak ancha uyimizga ancha yurishimiz kerak. Qorong'i tushib qoldi. Yig'ishtiryapsanmi? Yig'ishtiryapmisa? Yig'ishtiryapman ha? Xayr salomat bo'linglar do'stlar. Ko'rishguncha yana biz ko'rishamiz xudo xolasa. Oradan qancha yillar o'tgan bo'lsa-da, men haligacha bu hayot haqiqatlarini oldinroq bilmaganimdan afsuslanaman. Ammo hatto hozir ham bularni qancha o'qisam, hayotim shuncha yaxshilashib boradi. Katta narsalarni orzu qil, lekin kichik qadamlar seni ularga olib borishini yodda tut. Keyingi qadamingni hech kimga oshkor qilma. Shunchaki bu qadamni qo'y. Og'zi yopiq baliq hech qachon qarmoqqa ilinmaydi. O'tmishni esga solib o'tkazayotgan har bir daqiqang kelajagingdan o'g'irlangan daqiqadir. Zaif tomoningni hech kimga ko'rsatma. Aks holda aynan o'sha joyingga zarba berishadi. Bir qoqilgan toshingdan keyingi safar zinapoya sifatida foydalan. Xoh ayol bo'lsin, xoh kitob, muqovasiga aldanma, ichiga boq. Nishonga tekkan har bir o'q yuzlab xato otishlar natijasidir. Senga qilingan yaxshiliklarni toshga yoz. Sen qilgan yaxshiliklarni esa qumga yoz. Agar bunday qilganimda bunday bo'lar edi dema. Boshqacha bo'lishi mumkin emas edi. Taqdirga ko'n va o'zingni koyima. Do'stlar, biz qaytyapmiz Baliqovdan. Nima bo'ldi bu Asiltoy? Ko'rchalar ham bo'lmadi. Endi xudo xolasa. Ozgina bor ekan-a? Shamol bo'lib ketdi mana yo'q. Yomg'ir ham tashlayapti. Mana qorong'i qolib ketdik. Keyingi Baliqovda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar do'stlar. Omon bo'linglar.